Hammaga salom sizlar, men Nil va yonidagi boy aka, salomlashib qo'ying. Bugungi videoda biz boy kambag'al rolini o'ynaymiz. Unda ketdik. Unda ketdik videoga. Boy akani ko'rib qaytay, nimalar qilayotgan ekan. Nimalar qilyapsiz boy aka? Bu kambag'al boy. Senga bitta ish bor. Hozir senga bolta beraman, sen esa bir stak daraxt chopib kelasan. Sonda men senga 10 ta olmos beraman. Mayli boy aka, endi bitta bolta bering hamda 10 ta olmos berib qo'yavering. Bo'la qoling endi 10 ta olay. Faqatgina 10 ta ol, bo'lmasa gallang chopaman. Mana 10 ta oldim boy aka. Boltani bering endi, bo'la qoling. Daraxt chopib kelay. Mana bolta, endi daraxt chopib kel. Bor, bir stak bo'lsa. Tezroq bo'l. Xasis Izbek boy. Mana ishlatib o'zi daromad topyapti-ya, hayvon. Ko'rsataman hali. Mana boy aka, daraxt chopib bo'ldim. Mana tashlaverma. Bo'ldi, endi sening ishing tugadi. Endi ketaversang bo'ladi. Hozir men boy akadan yashirinib turibman. U uxlagancha shu yerda turaman. Endi boyliklarni yarmini o'g'irlab ketmoqchiman. Yotmoqda yo'q. Hali beri kech qorong'i tushmaydi, kelyapti. Ko'rmayapmi meni? Yo'q, onangning magri. Bu itvachcha. Men seni ko'rdim. Hozir seni o'ldirib yuboraman. Bo'tkeke. Boy aka tegmang endi, tegmang. Bo'ldi boy aka, men ko'zim qochirdi. Boraman endi uyga hozir. Boy aka atta kirsalik qilib turibdi. Boy aka uyalmaysizmi kirsalik qilishga? Sening nima ishing bor? Yo'qol bo'tdan bumush. Boy aka tegmang endi, yarimtagina jonim qoldi. Tegmang. Tegmang bo'ldi. Uyingning ichidan hech narsa yo'qmi? Ko'raylikchi, tekshiraylikchi. Hech narsa yo'qmi? Da boy aka, hech narsa yo'q. Pechkalardan versak va kravat va sandiqdan boshqa. Yo'qoling endi. Bu mujning uyiga kirib yurgan boyni qayerda ko'rgansiz? Yo'qotdan. Yaxshiyamki u mening sandomdan ostidagi sandiqqa ko'z tushmadi. Qanchalik ko'r bo'lish mumkin boylikning? Boyligimizni qo'ylik. Boy aka, kelib qoldingizmi? Bilmay qolibman. Mana sendaqa bumushlarga bitta sadaqa. Juda ham zo'r to'rt ekan. Rahmat boy aka. Hozir boy akani uyini tunayman. Boy aka, assalomu alaykum. O'tdan ket, endi sadaqaga narsa berdim. Yo'qol bo'tdan uyimdan. Ket, hozir o'ldirib yuboraman. Boy aka, endi bitta sadaqa bergan ekansiz, endi buni millat qilmang menga. Olib ketayin. Biriktorlardan. Olmoslardan. Sen nima qilyapsan? Uyimdan ket. U hatto sezmadi ham. Shunaqangi ko'r bo'ladimi? Boylar ham. Sop qo'yaylik endi. Olmoslarni olgan. Xo'sh, endi kech tushishini kutamiz endi. Kech tushganda endi boy akani uyini o'maramiz. Voy boy aka, uravermang endi. Gaplarimiz eshitib qo'ydingmi? Nimani eshitishim kerak? O'tdan sur. Uxlash vaqti bo'lyapti. Hozirki qorong'i tushadi. Undan ko'ra yotib uxla. O'ldiraman hozir. Salpil o'ynaylikda boy aka. Endi yotib uxlash kerakmi? Kechgacha o'ynaymiz. Mana. Sur, hozir o'ldirib yuboraman. Mayli. Bosh kiyimdan sindirdingiz. Iplos ekansiz. Mana qorong'i tushdi, hozir boy akaga bitta prank qilib ketaman. Hozir borib olayin. Uxlayapti.
ketdi kravatida. Yumalab. Xo'sh, hozir kravatini sindirib ketsam. Yo'q, qochdim endi. Bo'tjaki bo'lmish. Hozir o'ldirib olaman. Nimaga uxlayotgan joyimni sindirding? Bo'tjaki o'ldiraman hozir. Boyaga tegmang endi, boyaga yotib uxlang endi. Uxlash vaqti bo'ldi. Sendan hech kim so'ragani yo'q. Yotib uxla sen. Xo'p, endi uxlaymiz. Mana turdim endi. Boyagani ko'p ketdik. Assalomu alaykum boyaga, yaxshimisiz? Yo'q, yomonman. Butdan ket. Boyaga endi ish bormi? Yo'q uchsanga. Yotib uxla navchi. Ko'rayotgan payti hamma narsani o'g'irlab ketaylik. Mana olmozlar menga kerak. Boyaga kelayotgan yo'q. Kelayotgan ekan. Nima qilding mening uyimga? Sening uyingda ishlayotgan paytimda. Hech narsa qilganim yo'q. Yaxshiyamki buni ko'rda. Pastdagi sandiqni hamma narsalarni solib qo'ying. Qorong'i tushgan paytlarda sizlarga ko'rsataman. Unda ham qorong'i tushirib yuboraman. Hozir men boshqa bir joyga borib kelaman. Ungacha sen uyimni qo'riqlab turasan. Agarda kimdir kelsa, hozir bir nima qilib beraman. Shuni ko'rsatasan. Bo'ldimi? Qo'rqaysanmi? Boyaga nima bu? Mayli ko'rsataman. Mayli borib keling endi. To'y bor bo'lsa. Yo'qoling endi. Bir narsamga tegsang, o'ldirib yuboraman. Tushundingmi? Mayli endi. Mana boyaga ketdi, endi narsalarni olib olayim kelgancha. Bunchalik mazza bu boyliklar. Xullas, kanalga obuna bo'ling. Yo'q, hech kim kelmaydi-yu. Bu yerda faqat ikkimizga. Ne qo'rqmaymiz. Ana boyaga kelyapti. Qo'rqladingmi uyimda? Ha, boyaga qo'riqladim uyingizni. Mana buni ko'rsatdim kelgan odamga. Mayli, bo'ladi. Endi yotib uxlaysan sen. Undan oldin men bir nimaga tayyorlanishim kerak. Hozir salkalaringiz o'lay. Nima 4 ta olsam yetadi. Nestaga kirib bronyalarni yasab. Keyin boyagani o'ldirishga boraman. Kechqurun tushsa. Debatinga yasab o'ribman. Mana qorong'i tushdi endi. Boyagani endi portlatib yuboraman. Mana boyaga uxlayapti endi borib meni portlatish kerak. Hamma boyliklarni yoqib yuboramiz-da. Yo portlatib yuboramiz o'zimizga yarmini olib. Ha, shu boyliklarni olib ketaman-da, keyin yarmini yoqib yuboraman. Xo'sh. Boyaga uxlayotgan paytida hozir portlataman. Mana shu o'chirib oling. U bilmasa kerak. Mana yo'q qo'yaman-da. Mana shu yerga qo'yib portlataman hozir. Nima bu? Hayır boyaga, hayır. Bo'ldi, boyaga o'ldi, mana bo'ldi. Bo'ldi. Endi mana boyaga qayerda? O'ldi, barcha boyliklar yonib ketdi. Ana kelyapti o'zi ham boyaganing. Mana shu joyda ham video tugadi. Endi kanalga obuna bo'lib like bosing. Obuna bo'lmaganlar g'ish.
bo'ladimi? Obuna bo'linglar.